Toshkentda Alloh mo'jizasi sodir bo'ldi va ushbu videoroliklar bugungi kunda Instagram va ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqalmoqda va ko'plab insonlarni hayratga solmoqda. Ushbu videorolikni men o'zim ham bir necha bor uchratdim va buni sizlarga ham ilindim. Hozirgi kecha kunduzda sodir bo'lgan ushbu voqeani sizga qo'yib berishimdan oldin video ostiga kelishib olaylik. Bir dona like tugmasini bosib qo'yib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Chunki bema'ni, behayo videoroliklari ostida minglab va millionlab layklar yig'ilayotganini ko'rib turibsiz. Bunday videolar ostida, ya'ni Allohning yana bir mo'jizasini ko'rishdan oldin esa yana bir bor bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu siz va yaqinlaringiz uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Demak, ushbu holat Toshkent shahri Amirsoy yaqinida sodir bo'lgan va bu yerga o'zingiz shaxsan borib, ko'zingiz bilan ham ko'rishingiz mumkin. Va men sizga hozir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videorolikdan bir nechta parchalar qo'yib beraman. Men bu videorolikni ko'rib, o'zim ham hayron qoldim va bundan juda ham ta'sirlandim. Yaqin kunlarda borib tomosha qilish niyatim va sizga ko'proq shu haqida ma'lumot berishim ham mumkin. Buning uchun video ostida ko'proq like bosib, fikringizni izohlarda yozib qoldiring.